Assalomu alaykum Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari, sizlarga navbatdagi oshxona mebellarimizni arzonini qilishda boshladik do'stlar. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, narx-navolari, qanaqa joylarga yasattirsa bo'ladiganlarini to'liq sizlarga tushuntirib o'tamiz do'stlar. Xo'p, do'stlar qaranglar, bu ishlarimiz razmeri kelsak, bu chekkadan bu chekkagacha 280, bu burchakdan bu yoqqacha esa 260 cm, yerdan balandligi esa 240 cm bo'lgan akril materialda do'stlar. Qaranglar, bir chekkadan e'tibor bersangiz, xohlaysiz bunaqangi polka chuqurroq qilib Ariston unni katolizga joy ham qilinib oladi. Undan tashqari esa bellariga esa polkalarini 2 etaj, 3 etajdan qilib qo'yganmiz do'stlar. Oshon boshlari vakuum yaxshisidan, bega esa g'aladon qismini va qo'shib soladigan moyka, simisitel, shushulkasi va do'stlar taxtakachini ham bonusiga qilib beraman sizlarga inshaalloh xudo xolasa. Taylariga esa svetlarni tortib, tepadagi svetlar ham esa 3 xil yonadigandan bo'ladi do'stlar. Rossiyskiy starshniysda akril materialda bo'ladi do'stlar. E'tibor berib qo'yasizlar. Bu chekkasiga esa burchak qismini ham foydalanadigan qilib, kengina qilib polkalarni 3 etajdan qilib qo'yganmiz do'stlar. Taglari ham esa kengina, bitta dashbalarni tiqib olsanglar ham bo'laradigan keng bo'ladi do'stlar, chuquridan. Undan tashqari esa bu yerga рабочий zona va esa gaz vitichkalarini joylab berganmiz do'stlar. Undan tashqari esa do'stlar, joylarga o'lchab yasattirmoqchi bo'lsanglar, 1 pagonometri bunisini 2 million 500 ming so'mdan joylarga o'lchab yasab bera olamiz. 1 pagonometr qanaqa bo'ladi tushunmayapman men degan obunachilar qaranglar. Eniga 1 metr, yerdan balandligi 240. Shu ishdan yasattirmoqchi bo'lsangiz 240 ta eniga 1 metr, 1 pagonometr hisoblanadi. Endi bunga qanday pul to'laymansiz? 280 qildirmoqchimisiz? 280 ga 2,5 million so'mdan pul to'laysiz. Kvadrat pagonoqasiga emas. Mana endi 1 pagonometriga hisob bo'ladi do'stlar. Undan tashqari menga joyim kichikroq uyga, tayyorroq, ishim shashilishroq degan odamlarga bunimizni razmeriga keladigan bo'lsak, uzunasiga 270, yerdan balandligi esa 220 cm bo'ladi. Shu turishi do'stlar 5 million so'm, mo'kasi, simisiteli, shushulkasi, bonusiga Andijon viloyati bo'ylab dastlabki ustunovka ham besplatniy bo'ladi do'stlar. Undan ham arzonroqqa keladigan bo'lsangiz, bunimiz esa 240 ga balandligi 2 metr, shu turishi 2 million 500 ming so'm bo'ladi do'stlar. Do'stlar, undan tashqari gaz vitichkalar bilan birga qo'ymoqchiman desangiz, do'stlar, bunimiz esa razmeri 240 ga, yerdan balandligi 220 cm bo'ladi. Shunisining narxi esa 3 million 500 ming so'm. Mo'ka, simisitel, shushulkalari bekariga bo'ladi do'stlar. Like bosa, obuna bo'lishni unutmaysizlar do'stlar. Bunimiz razmeri esa 270 ga, yerdan balandligi 240 cm. Bunisining narxi 4 million 500 ming so'm bo'ladi do'stlar. Undan ham arzonroq bo'lsin deydiganlarga esa bunimiz esa 2 metr, yerdan balandligi ham 2 metr bo'ladi do'stlar. Shunisining narxi 2 million 200 ming so'm bo'ladi do'stlar. Rangi o'zgaradigan bo'lsa, puliga ta'sir qilmaydi. Xudo xolasa, xohlagan rangingizda, xohlagan dizayningizda bor do'stlar. Bunimiz esa razmeri 270 ga, mebelni rang so'ragan obunachilarga 220 cm, mo'kasi, simisiteli, shushulkasi bo'ladi do'stlar. Narxi esa 4 million so'm bo'ladi. 3 metr joyga bitta xaladeniyman qo'yaman deydigan bo'lsangiz, bunimiz esa 3 metr. Antresollari ham do'stlar chuqurgina foydalanadigandan bo'ladi do'stlar. Shu turishi 4 million so'm desam ishonasizmi? Ha do'stlar, 4 million so'm shu turishi metr petr pagonometriga emas, shu turishi standart bozordagi konvert chiqadigan ishlar. Bittaga bo'ladimi, 10 taga bo'ladimi, foydalangani deysizmi, xudo xolasa soni cheklanmagan, xohlaganingizda chiqib o'ta olasizlar do'stlar. Undan tashqari esa meni uyimni joyim bo'yi balandroq, high-tech holatda yasattirmoqchiman deydigan bo'lsangiz do'stlar, bu ishimizdan ko'rib o'tasizlar. Uzunasiga 4 metr, yerdan balandligi 260 cm. Bunimiz esa 1 pagonometri 3 million 200 ming so'mdan joyizga o'lchab, rangi o'zgaradigan bo'lsa, puliga ta'sir qilmaydi. 3 million 200 ming so'mdan yoqtirgan rangingizda joyizga o'lchab yasab bera olamiz do'stlar. 3 million 200 ming so'mga nima keladi desangiz do'stlar, kafeli, mo'kasi, shushulkasi, ichida kampli, sizga qo'sh soladiganini ham bonusiga qo'yib beramiz do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, video tagida nomerlar bor, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmaysizlar do'stlar. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Aytilayotgan ishlarimizning narxlari Andijon viloyati bo'ylab dastlabki ustunovkalar besplatniy, boshqa viloyatlarga kelishilgan holda o'rtada qilib beramiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar.